Hikoya Tashlandiq Tush. Abduri Rana G'ubur. Mikrofon oldida Dilyar Abdurahim. Salam Bahar. Başta kelmagan talayda onangning haqqi bormi deb atalar so'zi bor. Mendek jahil odamlar tirishchanlik bilan taqdirni o'zgartib ketalaymiz deb ishonamiz. Halbuki ba'zi chaqlarda va yoki ba'zi odamlarning taqdiri tirishchanlikqa o'zgaradigan bo'lmaydi ekan. Sana hamshiramning hayotini so'zlab bermoqchiman. Bu ayolni men tonimayman. To'g'risi tunishga fursatım bo'lmaydi. U bir necha yil avval boshqa olamga safar qilibdi. Bu hikoyani menga aytib bergan do'stimdan bu hamshiramning ismini so'rashmi xiyolimga kelmabdi. Bu hayotning ichinishligidan bir ichog'irq tortib qoldim. Opam birasiga ichim og'ridi deyishimizni yoqtirmaydi. Xudoyimning ichi og'risin deng ha bolam deydi. Belkim meningmi yomon kunlarga qilishimdan ansirsiz kerak. Ishqilib bu hayotni san so'zlab berishni qaror qildim. Bo'libmi do'stimning mijozi sizga o'xshaydi rana. Hech bir gapni o'tkazatmaydigan, hech kimga gap futturmaydigan qiz edi. Bilib bo'lsak, kulib beshimiz og'rib ketadi. Deganni anglab, rahmatlikni texmi tushungandek bo'ldim. Mijazimizning uchuq yo'riqligi, sho'xligimiz qandoqdir xo'shalliqdan emas. Aksicha g'oyat zo'r bir qayg'uni yushirayotganligimizdan. Boshqalarning u ojizligimizni sezib olmasligi uchun qaysar, yengilmas qiyofatda ko'rinamiz. Ammo yurak par. Bo'ldi. Gapni uzatmay. Uni Lola deb atashni qaror qildim. Bir kundala Lola opsiz qoldi. Opsiz qolgan yana oksi, hadisi va bir singlisi 4 bola edi. Yosh, sog'lom onaning tuyuqsiz ketishini kimmi o'ylagan deysan? Ularning iqtisodiy ahvoli yaxshi. Agar opsi burunroq yuragi og'riydiganligini bilgan bo'lsa, davoltishga qurbati tamoman yetadi. Ammo yurak tiqilmasi shuncha tez yuz berdiki, ana hech kimla xo'shlashishga ulgurmadi. Dadasi dalon uyda chinqochi Javanning o'rilganligini ko'rib yiniga kelganda, ayolning badanining tövini Javanning ostidan chiqib turadi. Qaraganda u kesil tutib, Javanga yulinib qolgan. Javan uni ko'tarolmay uning bilan tang yiqilgan. Dadasi hozir ichib, qo'shinlarni yordamga chaqirib, doktorga telefon qilib, maktabga uni chaqirishga adam avatganda, u tanaffusda barliq opsi hayot bolalarga o'xshash maydonda do'stlar bilan o'ynab o'tadi. Yashangan ayol sinf mas'uli, ya'ni adabiyot o'qituvchisi ko'zlari qizargan holatda uni chaqirib kelib, xabar elib kelguchining velosipedida uyga yo'lga soldi. Umu dadam kelsin debdi. Depla uyunga qiymay mangdi. 14 yosh. Bahar. Bir qiz bola uchun ona ne kadar muhim ha? Albatta, ona hamma yoshda muhim. Biroq qiz bolaning balog'atga yetayotgan mezgilda onasidan so'raydigan talay savollar bo'ladi. Hech bo'lmasa onasiga qarab qandoq ayol bo'lishni o'rganadi. Shunga ona ko'rib qiz ol deymiz emasmi? Onunğa bundaqmı fursat bo'lmadi. Agar buni baxtsizlik desak, undaqda bu uningdan keyingi barliq baxtsizliklarning muqaddimasi bo'ldi. Dadasi, to'g'risi, aka hadisning tarbiyasida cho'ng bo'lishga boshladi. Bu uning xarakteridagi dadil, mustahkam, qo'rqmaslikni yetildirib qolmay, sal o'z beshimchi bo'lishig'imi sababchi bo'ldi. O'qishi yomon emas. Ammo oliy maktabda o'qishga ra'yi yo'q. O'zi egiz bo'y, zilva, ammo shidoq o'riq emas. Chiroyli qiz edi.
mijozning uchuq yo'riqligiga qo'shilib, o'g'illarning maylini tortadigan qizi bo'lib o'tadi. To'liq 3-yillikning imtihonini berib bo'lishiga u maktabdan chiqib oldi. Dadasi va qarindoshlari nimli debmi uni raydan qaytara olmadi. Maktabda uningga yoshirincha kuyib yurgan bir necha o'g'il saboqdishi barmog'ini tishlab qoldi. Uydagi talash tortish boshlandi. U endi nima qilish kerak? Dadasi, akasi, hadisi birisi biror kasbda o'qisin deydi. Birisi do'kon ichib berayli deydi. Yana birisi bir nima. Uningdan so'rasa, "Men bir vaqt o'ynayman" dedi. Ammo Bahar u o'ynamadi. U bozor ko'zatdi. Uning mijozi bek chiqishqoq. Sho'ng do'kon xo'jayinlari va xaridorlar bilan osonlik paranlasha oladi. Shunda qilib necha oy boshqa saboqdoshlari oliy maktabni bekitib bo'lguncha u kelgusidagi turmush yo'lini tepib bo'ldi. U ishkirdim malakildigan Xanzular bilan aloqalashib, Urumchida toza oqadigan qiz ayollarning kerakligini akilib, do'konlarga to'p o'tkazishni boshladi. Ayol kishining pulni topmoq oson. U o'zla tirik model. Saboqdoshlari teqi uydagilardan pul ilayotganda u bankada qarorlik pul qo'ydigan bo'lib qoldi. Lalaning kunlari aldirashliq tuyulayotdi. Lala boshlang'ichni 3-sinfgacha Xanzuchada o'qib, keyin Uyg'urchaga almashgan. Xanzuchisi yaxshi bo'lg'achqa ishkirdim mal yo'tkaydigan Xanzu tijoratchilar bilan so'zlashishda faqat qiynalmaydi. Vatanning boshqa yerlardan kelgan poch-purat sotquchilar til sababli qiynaladi. Shung ular Laladan mal ilishni ishonchlik ham qolaylik ko'radi. Lala mushunda Xanzular bilan Uyg'urlar o'tirsidagi suvdagi beliqdek so'zini ravon yurishtirib ketyotadi. O'tir maktab saboqdoshlar yig'ilish qilamiz degan uqtirishni topshirib olganda Lala azroq ikkilandi. Saboqdoshlari hammasi oliy maktabda o'qiydi. U bo'lsa yakki tijoratchi. Har holda o'zini sal kamsitgandek bo'ldi. Ammo Lala emgak bilan pul tepib jinni beqib olsa, buning nomus qilg'idek nemasi bor? U chiroyli yasinib o'ltirishga bordi. Bahar. Deganimdek Lala shunchalik chiroyli qiz edi. Uning ustiga qilayotgan so'z tufayli uning modadan va uni moslashtirishdan xabari bor edi. Shung u zalga kirganda oliy maktabning 4-yilligida o'qiyotgan qiz saboqdoshlari orasida to'xu katiga kirib qolgan oqqudek ko'ziga chiliqib qoldi. Qizlar uni o'g'irib olib, kiygan kiyimlarini tutib ko'radi. Girimlarini so'raydi. Lala bakmi xushbel. Kim nimani so'rsa deb berib, hatto azam bahoda ilib berishgacha ma'qul bo'ldi. Bu paranglarni yana bir ustalda o'ltirgan ikki o'g'il bola anglab turib. Bu ikkisi Lalaning uzun yillik saboqdoshi ham Lalaga ostirtdan kuyib yurguchilar edi. Egiz bo'y, kelishgan, sal yengiltek ko'ringani madaniyat san'at sohasidagi ikki peshqadamning orzuliq o'g'li. Ikki qizdan keyin tug'ilgan bir talla boyvachisi. Bir o'ylik uning chiroyiga qarab og'izdan chiqqanini tayyor qiladigan tilshat. Yana birisi qarqosh, aqlliqligi bilinib turadigan dadasi o'qituvchi, opisi doktor Qaysar edi. Ikkisi Lalaga texi muhabbatini izhor qilib boqmagan. Burun kichik deb unumasmiki degan andishida bo'lsa, endi oliy maktabga chiqdiq deb Lalaning qo'g'lishiga tayyorlik qilyotdi. Qaysar hamisha ko'p o'ylaydigan ehtiyotchan bola edi. Dilshod to'mirni qizig'ida so'qish kerak deb birinchi qo'l tangsig'la Lalani tortdi. Lala bilan ikkisi tangsi o'ynag'ach burunqi ishlarni eslashib qizg'in mungdishyotdi. Qaysar ko'zlarini boshqa yoqqa burab tursa-mu, yanala shu yoqqa qarab silyotdi. Buni qizlar to'pidagi bu ishdan xabari bor Barna ko'rib turdi-yu, Qaysarning yiniga kelib: "Hey, ikkinchi qo'l tangsida balduroq tatqin. Lalani doim uchirtish fursati bo'lmaydi, qo'ldan berib qo'yma" deb rag'batlantirdi.
Halbuki birinchi qo'l tanisi tugishiga Dilshod Lolaning yindan ketmay so'ngdishib o'ltirib parangning oxirini qilyotdi. Ularning kulkisi Qaysarning qulqigan, pushtak chag'andek anglab beharam bo'ladi. Uningdan hamma tansini Lola Dilshod bilan o'ynadi. Qaysar g'ayrat qilib tortib olay desa, Dilshod ushug'roq. Agar ikkisi talishib qolsa, o'zining Lolaning oldidagi obraziga ta'sir etadi. Shuning bilan u tit bo'lib, butkul o'ltirish jarayonida o'rindiqni saqlab o'ltirdi. Hatto Lolani kechda opirib qo'yishmi Dilshoddan oshmadi. Dilshod o'g'illarning isqartib qilayotgan chaqchaqlari bilan "Davay!" debla Lolani ilib manganda Qaysar bir ochiq bilan qarab qoldi-yu, yana fursat bo'ludi deb o'ziga tasalli istadi. Ammo bahar Lola toki umrining oxirigacha Qaysarga mansub bo'lmadi. Faqat uning vafotidan keyin yeziga xizmatga tushib ketgan Qaysar bu shum xabarni anglab, qo'yindek yetib kelib, beliga oq bog'lab, tavutning oldi o'ng taraf shodisini ko'tarib mengib oldi. Lola shundan keyin Dilshod bilan yurib qoldi. Bu gap savoqdoshlar ichida shundoq tez tarqaldi. Qaysar buni anglab, levini tishlabli qoldi. Barna bazo chaqqanning bo'pti-da deb o'ylagancha Qaysarga ichindi. Tunji muhabbat degan bek tatliq bo'ladi bahar. Lola bilan Dilshod ikkisi ham bo'yturqi, chiroy jihatdan moslashgan. Lola sodigar, Dilshod oliy maktabda o'qiydi. O'qish bitirsila uydagilari yaxshi xizmatga o'rinlashtirib qo'ya oladi. Shunga hammalarning bularga havas keladi. Lola ishkirdan mol yo'tkayotgan Xanzulaning so'zidan agar ishkirdan bevosita molni o'zi akirib to'pli o'tkizsa pulni haslab topalaydiganligini bildi. U chaqda Guangzhouning oq ot, qora ot deb ikki to'p sechish bozori bo'ladigan. Butun ishkiri o'lgilarga shu yerdan mol tarqaladi. Salla markasini deb basang, hamma nimaning yolg'oni bor edi. Uni elib boshqa yerda sotadigan bo'lsang, pul sanab barmoqning pi tatishib qoladi. Shunga Lolamo bir tavakkulchilik qilmoqchi bo'ldi. Bu fikri birinchi bo'lib otasining chalvoqishiga dush keldi. Sarang bo'lib qoldingmi? Endi kollejchilik qilay demsan? Elim o oliy maktabda o'qimay so'da qildim deb do'stlarimning oldida yuzimni qo'ymading. Dadasi bilan aksimi bu ishning xatarlikligini ko'zda tutib qo'shilmadi. Ammo Lolami bo'sh kelmay, kunda daverib, ularning beshini o'choq qilishga boshladi. Oxiri dadasining oldidan o'tkazib, aksining andishlik jikilashlari, hadisining rozi bo'lmay batnashlari bilan Guangzhouga yo'lga chiqdi. Lola Guangzhouning bozorlarini ko'rib, og'zi ichilib qoldi. Ey Yohannas, odamdan boshqasini sotamdi nima? Odam degan mag'maq, bir-birisiga so'qilmay mengish mumkin emas. U zamonlarda naqd pul savdosi qilgan bo'g'ishqa ilqi o'zi mehnat, xijlisi lazzat qog'oz qo'ldan qo'lga o'tishib purilishadi. Atiganlari do'kondarlar dastlab qolgan pulni do'kondagi butun molga urib chiqib, yerga tashlab dassab, ondan qo'yniga yoki belidagi so'mkasiga soladi. Hamma do'konda boyliq avliyasining buti bo'lib, uning oldidagi kichik ustaldagi yemaklik kunda almashtiriladi. Kuchi ko'ydiriladi. Do'kondar va xizmatchilar tozim qilishadi. Lola mushlarni ko'ygash, quloqqa urishqandek anglanadigan yerlik tilda so'zlashganlarning orasida batbo'y puraydigan do'konlarda o'zi mangmush yoqudi degan mallardan ilib Urumchiga qaytdi. Ham biroqni o'tkazib tangi-tang foydaga erishdi. Uning akaga moda kiyim, oyoq so'mkalari bilan girim buyumlarini ishlatgan otasining og'zi besiqdi. Sansi o'qish qurollari bilan g'ol bo'ldi. Dadasi bilan aksimi Lolaning g'ayratiga opirin o'qidi. Shundan boshlab 20 ga qadam qo'ymagan Lola kollej bo'lib qoldi. Lola endi onasiz o'zining ishlariga o'z xo'ja bo'lishga boshladi. Aksi bilan hadisi o'qiyotgan mezgillarda dadasiga yordamlashib, uyining yukini yenikladi. Uningdan keyin singlisini o'qitdi. Lola yana o'zining to'yi uchun pul yig'atdi. Dilshod bilan munosabati yaxshi davomlashyapti.
Lola tatlı xiyollarni surdi. Dilshod bilan nikoh o'qitqanini. Oxunimning 3-chi qitim ma'qul ko'dilimi? deb so'rganlarga do'stlarining zo'ri bilan ma'qul ko'dim deb unsiz yig'lab turganini. Do'stlarining tuzg'i chilangan nonni kim boshda yeb olsa, uyda shuning kepi o'tidi deyishlari bilan chaynamay yutib qiqilganini. Qiz yo'tkagili kelgan yigitlar orasida kelishgan Dilshodning tozim qilib, unimisa qo'ldan tortib ilib manganini. Dilshodning opasining yuziga chumbalni qayrib peshonasiga so'yganini. Tansu o'ynaganda Gorki sadosi ichida Dilshodning lavlarining yuziga bilinar-bilinmas tekkinni. Kechda yolg'iz qolganda Dilshodning tatliq gaplari, yiqimliq erkil tishlari degandek xiyol dengizlarda parvoz qilib kulimsiraydi. Ammo Dilshodning uyda reallik qarama-qarshi paytida davomlashyotdi. Xalcham opay qor yomg'ir tutilib uyga kirdi. Dilshod, hey Dilshod, mayoq chiqa. Ikki qizi opasining inisiga bundaq pozitsiyada gap qilganini anglamagan. Dilshod qo'shilib ularni mehmonxona uyiga kirdi. Balam, men bir talla o'g'il deb ko'zimning qorichiqig'i dastib cho'ng qilyapsam, ha? Qo'shni xo'limlar boshqacha gapni qilib yuriydi-ku. Dilshod parvozsiz zalda. Nim deydi qo'shning opa? deb so'radi. Opasi texmi chichildi. Hey, man qara. Menga-chu ne xaqlar bor? Qizlarni kelin qilib beraylimiki deb og'zini tatli qilib yurgan. Seni nədiki birisi bilan yurvatidi deydi-ku. Opasi bo'lmasa mayli balam. Qazo degan hammaga bor. Ammo oliy maktabni o'qimig'ini oz kelib, ha? Kollejchilik qilgan qiz bo'lgan-ku. Endi menza kelinim kollejga ketgan deb navir beqib o'tiramdim. Dilshod. Apa, hech nimadan hech nima yo'q, qaysi navirni boqsan? Kollej bo'lsa nim bo'pti? Ochlarmi kollejninkini olamiz deb topini tishilay deydi-ku. Boshqalar nim bo'lsa o'zining uyida. Mening uyimga undaq qiz bola kelin bo'lanmaydi. Jidal shundan boshlab tugamadi. Talog'i chiqsa kirsa opasi kollejchi tarbiyasiz deb demagan hech qanday gap qolmadi. Ya dadasi, ya ochilari uning ta'rifini olmadi. Qirishqandek turibla Lola bilan urushib qoldi. Dilshod bir amal qilib Lolani ishkirga bormaydigan qilaman deb qasddan Lolani izlamadi. Elitim bunda qilsa keyin eshib oladi deb Lolami uni izlamadi. Shu vaqtda Lola yana Guangzhouga mangdigan bo'lib qoldi. Tayyorlik bitgandan sherikining ishi chiqib qoldi. Elib bo'lgan bilet qaytarilmaydi. Lola burun necha manga yo'l bo'lgandan keyin deb o'zi yolg'iz yo'lga chiqdi. Yeşil poyezdning karvatliq vagoni. Har xil ovoz, har xil pufraq. Sirtdagi zerikishlik cho'lning manzarasi qo'shilib Lolaning ichini siqatdi. U safardoshlarga qaradi. Har xil maqsadda yo'lga chiqqan kishilar. Guangzhouga poyezd 60 to'g'ri keladi. U vaqt o'tkazish uchun parang boshlagan udul karvatdagi yosh Xanzu qiz bilan tanishib qoldi. Bu qiz dadasi bilan doğru o'simligiga og'limangan edi. Uning deyishicha, undaq narsalar vatanda bek pul bo'larmish. Lola bu qizning har xil sarguzashtlariga qiziqib anglag'ach, o'zining ahvolini so'zlab berdi. Onasidan kichik ayrilgan ikki qiz ko'z ish qilishib yaxshi do'st bo'lib qoldi. Poyezd olmishdigan Jingjuga yana 5 soat qoldi. Xanzu qiz mush yerda qoladi. Shuning bilan ikkisi xo'shlashgan gaplarni qig'ash o'ltirdi. Qizning dadasi ularga ichimlik shimishga elib berdi. Lola ussab turgan bo'g'ashqa ichimlikni bir ko'tarib ichibatdi. Ondan qattiq kelgan bir uyqudan faqat ko'zini ocholmay, beshini kichik ustalga qo'yibla uyquga ketdi. Bahar. Lola shu uyqu bilan hayotining eng qora bosgan tushdek qismini boshlab ketdi. Qattiq ussuzlik, yerilib ketadigandak og'riyotgan bosh, bo'shib ketgan badan. Lola ko'zlarini aran ochdi. Yana yumib, yana bir ochdi.
bu qayer? G'uva nur yo'ritib turgan qaznaqmi, gamimi? Ishqilib, shunda qaraq birga. To'pitam, yog'och supa. Supining udilda bir qo'pol yog'och ustal. Ikki maymoq o'rindiq. Ustal ustida bir necha askichina. Ustal usti bir qavat to'pa. Nurda chang to'zonni uchib yurganda ko'rgili bo'ladi. Lola darhol esiga kelib, o'rnidan turib, keyniga qaradi. To'pa basqan shaltoq olqondan cho'ngroq deriza. Butun yorug'liq shuningdan kirib-atadi. U sakrab tushib, qo'sh qanotliq eshikni tortdi. Ichilmadi. Eshikka sirtidan yo'g'on qo'lib silingan. Eshik uchuqdan bir batbashir yuz, tüşükdek ko'z, panoq burun, kalash ig'iz, sarag'aygan chish, paxpax chash bir xanzu yijib ma'ardi. Lola bu chiroyning batbashirligidan cho'chib keyniga dojidi. Batbashira birsin chaqirib bir nimalar deb ko'tildab ketdi. Birdamda xanzu Mo'may bilan buvay eshik tubiga paydo bo'ldi. Ular yerdik tilda bir narsa maslahatlashgandek qilyotdi. Oxiri Mo'may ishdan beg'iga isiq oshqushni chiqarib eshikni ochdi. Lola o'zini talog'a otdi. U ho'ldagi yerda turgan o'zining chamudan so'mkasini ko'rib, uni ilibla darvozaga mangdi. Ammo darvoza yana quluploqliq edi. Ongacha fitsi kelib uni tortishtirib bir nimalarni deyishga boshladi. Lola so'mkasini ichib qardi. Ichida portmel yo'q turadi. Lola bularga o'zining o'g'riga uchirganini, darvozani ichivasa saqchiga bordiganligini dedi. Ammo bu uchalan yo'q deb boshqa gapni qiladi. Bu gaplarni tasdiq tushunayotgan Lola o'zining 7000 yuan xalq pulga batbashirga xotin qilib setib berilganini bildi. Lola beshiga bir koltak bilan birini qo'ygandek og'riq bilan yer jahon piqirayotgandek his qildi va hushidan ketdi. Bu uch xanzu yana Lolani ko'tirib, boyiqi gami uyga ekirib, eshikni qayta sulab qo'ydi. Taqdirning ta'tir qo'yuni Lolani shundoq bir yerga ekilib tashladi. Xonanning eng kambag'al chat yesi. Sop-seriq to'piya. Suv kamchil. Barangidan boshqasi asosan unmaydigan itizliq. Yezliqlar bak nomarat. Qizir yaxshi kun kechirish uchun boshqa yezlarga to'yqib ketadi. O'g'illar xotin olamay bir umr bo'ytaq o'tib ketadi. U chaqlarda xonan yaqinqi yillardagidek qon setib boy bo'lish yo'liga kirmagan. Shunga keyingi hashamatlik va yingni almashtirmaslikdan paydo bo'lgan aydis bilan o'ladiganlar o'lib yezlar qurg'udalgan chaqlar emas edi. Yezgilarning xotinga jiddiy ehtiyoji tufaylidan yangicha bir kasb, ya'ni odam bedikligi paydo bo'lgan edi. Boshqa yerlardagi qizlar har xil usullar bilan akilinib, qiz kerak uyga setiladi. Lolamo mushundoq bir qismatga duch keldi. Gugum vaqti. Lola yuziga tekkan yirik bir narsani sezib uyg'ondi. U ko'zni ichib o'ziga ijarab turgan batbashirni ko'rdi. Batbashirning yerilgan qopqor qo'li uning yuzini silavatdi. Lola jonjakli bilan batbashirni mushlab tepishga boshladi. Batbashira tungizdek chiqirib uyning ichida yuguraydi. Ovozni anglab bostirib kirgan buvay Mo'may Lolani ming tasda ajritib bir og'amchi bilan putqulni bog'lab qo'ydi. Lola buningdan bu pasaymay bularni tillaydi, yulqini qutulishga urinadi. Mo'may bir eski latini uning og'ziga kaplab qo'ydi. Chiroyliq, sog'ush to'lqin chochlari chuvuq. Yo'g'on ko'zlik Lola og'ziga tiqilgan latining badbo'yligidan tinolmay qoldi. Uning o'g'illar kuydigan chiroyliq ko'zdan yosh quyilib, go'zal yuzini yo'yishga boshladi. Lola 5 yosh vaqtida bir kichik kuchukning qo'g'lishiga uchirgandan keyin pat-patla u itni tushaydi. Ammo tushidagi it yo'g'on qora it edi. Lola tushida kuchining berichi qochirdi-yu, har qatim itga tutiladi. It uni g'oljirlik bilan talaydi. Lola tushining dashtidan chiliq-chiliq tarda uyg'onadi.
Anası hayat çığda durut okup onu süf göçleydi. Baş gözünü uçsun sılaydı. Namazlarda Lale'ge uzun dualarını kılattı. Bu çüş fakat to'xtamadı. Lale doğru bilen mes qılınğandı mı oxşaş çüşünü körgen edi. Çüş təbirlərə görə qarı iş düşmən süri, bala qaza süri. Lale bağlanğan. Ağzıga eskilat keplengen peti netçe uyğunub, netçe uflab yatdı. O nima qilishini bilmaydi. Buni bir tush bo'lsa, endikib uyg'unib ketsam bo'ladi, deb tirishdi-yu, o'tgan kunlari tushdek bilinishga boshladi. Ağzıga giya sanmaqlı bir kun bo'ldi. Dorining ta'siri, to'xtamay tökkan yosh va bu notunish klimat qo'shilib uni shundoq ustibatdi. Bu chaqda Mumay bir chinda asli umash deb aytilgan. Ammo jundidekli bir nimani ko'tarib kirib, Lalaning og'zidagi latini ilivatdi. Lala chunqur nafas ilib oldi. Mumay bir yog'och qo'shiqda uning og'ziga umashni uzatdi. Umashdan chiqayotgan pufroq boyiqi latidan ko'p farqlanmaydi. Lalaning ko'ngli qay bo'lib, og'zini ochmay beshini burib oldi. Mumay to'xtamay uning og'ziga qo'shiqni tiqatdi. Qaraganda u Lalaning o'lib tatib kelishidan ansirgan bo'lsa kerak. Lala uningga buni yemaydiganligini, suv ichadiganini bildirdi. Mumay talog'i qarab bir nimalarni chiyqirib edi, badbashira bir chinda suv ko'tarib kirdi. Bu suv shunchalik qirtiq bilinib tursa-mu, Lala hayoti uchun uni ichiverdi. Badbashira ikki tishli qo'noqdek yengib, uningdan ko'zini uzmaydi. Andımında ko'zlari taxi Lalaning igiz ko'tarilib turgan ko'ptisiga. Padichilar ishtiniga tushadi. Lala uning qarishidan badaniga solma choplashib olgandek so'g'uq beoromlik his qiladi. Lala yo'g'on, chiroyli ko'zlari bilan badbashiraga olaydi. Mumay bilan badbashira kulishib ketdi. Mumay qochini ko'tarib chiqib ketgach, eshikni yepib qo'ydi. Lala badbashir bilan jinchiroqning yo'riqida yolg'iz qoldi. Shundala Lala qabohat his qildi. Bahar. Qizlari o'zi yaxshi ko'rgan o'g'illar bilan yolg'iz qilishni xohlaydi. Yigitning o'ziga tatli gaplarni qilishni umid qildi. Bu kamgacha Lala faqat Dilshodni xohlab boqqan. Oldidagi bu arg'u emas, bir maxluq edi. Lala sezgir turib, tom tarafga surildi. Badbashira karvatning ustiga chiqdi. Eski karvat bu ig'irlikni ko'tarolmay yiqimsiz g'ichirladi. Badbashira qopqor qo'lini Lalaning yuziga uzatdi. Lala yuzni qochirdi. Badaniga uzatdi. Lala badanni qochirdi. Shu tariqada birdam tortishib, Badbashirning hayvonligi tutdi. U Lalaga itildi. Lala uray desa qo'li, tepay desa puti bog'liqliq. U yulqinib turmaydi. Buning bilan Badbashira teg'im g'oljirlashdi. Lala oxiri Badbashirning komshiriga birini usividi, qon Badbashirning og'zi burnidan o'qdek etilib chiqdi. Uning bir tishi tushib ketgan edi. U yuzini tutib, to'pi yerda to'lg'unib chiyqiraydi. Buni anglagan buvay Mumay kirib o'g'lini yulab sirtqa chiqib ketdi. Mumay bir nimalarni deb, Lalani tullab, eshikni yana taqab qo'ydi. Jinchiroq o'shgan. Gami. Yo'q. Bu do'zaxning uchi butunlay qop-qorong'ulik cho'mgan. Lala nola qilishga boshladi. Ey ulug' iyam, tog'dek gunoyim bo'lsa-mu, tövbe qilsanglar kechirma degan so'zing bo'yicha meni kechirgin. Ya bular tushim bo'lib uyg'onib ketay. Ya mushturqida jinim chiqib ketsin. Men senda rozi bo'lay. Sen bu mendek ojiz bandangda rozi bo'l. Men ona xulug'ini tuzuk ko'midim. Ko'rganlarimga rozi bo'lay. Menga bu kunni ko'rsatma. Oh, egam, omodatingni og'in. Bahar. Hammali mazlumning nolasi
egisini topolmaydigan o'xshaydi. Әдісі Lalani күннің тегімі дәкшті күтіп тұрып атады. Бәтбәшерінің бүтін yüzі ішіп көкіріп кеткен еді. Lale болса баш ağırqı işığın көз, yerilgan ләу білән ойғанды. Түштін бұрын Момай bir қонақ muomisi bilan bir qaç suvni әкіріп бәді. Hojatga bir chilak әкіріп qo'ydi. Bir chog'da o'ldi varang-churang anglandi. Sunay janglar chilinib, po'janzlar etildi. Lola jingtish esib qo'ygandek ig'ir beshini ko'tarib, derizdan sirtni aron ilg'i qiladi. Ustallar tizilib, odamlar o'ltirishgan. Taxslarda halabdek bir narsalar o'tirda to'shilib yuradi. Tuyuqsiz Lolaning ko'zi darvozaga chaplangan qizil ranglik xo'sh-xo'shallik hetiga tushdi. Ah, bahar. Bu mazlum millatning mazlum qizni egisi yo'q deb yoqi yurtda yotla ergi berib atadi. Bir maxluqqa xotin qilib berilib atadi. Lolaning ko'zidan yosh itilib chiqishga boshladi. U beshni chayqab nola qiladi. Yo'q, ulug' Alloh, bu tush bo'lib qolsin. Uning nolisi sirtda ustalga dumch vaqirishib, tomoq yeb, aroq ichayotganlarning qo'lqiga kirmaydi. Lola tomlog'i usatdi, yig'laydi. Bahor. Shunda qilib Lolaning to'yi bo'ldi. Burun qizlar to'yda yig'laydi desa, o'zi yaxshi ko'rgan ariga tegib, nimishqa yig'laydi deb o'ylaydi. Ammo bugun u harig'icha yig'ladi. Egisiga nola qilib yig'ildi. Dadasi, opsi, oksi, hadisi va kichik singlisining ismini chaqirib yig'ladi. Dilshatni chaqirib yig'ladi. Dilshat, mendan bek ranjigan bo'g'iymidan. Ko'nglim bek og'irgan bo'lsa, qisosingga qoldimmi jinim? Ovozim sanga yetarmi? Mushu qora kunimni tushingni ko'rayotgansanmi? Endi seni qandoq yorim deyman? Ismingni qandoq og'zimga olaman? Taladagi yeb ichish davomlashyapti. Bir chaqda eshik g'ichirlab, ichilib, badbashara yejib kirdi. Lola uning ko'kirib ishigan yuziga nafrat bilan tikildi. "Yo'qol!" diyaladi. Ammo badbashara anglamagandek eshikni puxta yipib Lolaga yiqinlashdi. Lola bu qitim buni usupla jinni ilishga tayyorlik bilan o'ljisini qaraga olgan shirdek turadi. Badbashara Lolaga hech qanday qilib yiqilishamay salpiyib chiqib ketdi. U chiqib bir to'p lukchak xanzular o'ltirgan ustalga kelib, bir romka haraqni ko'tarib ichib levatdi. Ustaldikilar uni pul g'ashlab, g'arbi diyorning parisini ilib, xotin qilamidi deb masxar qilishga boshladi. Oshqo'saq ishgan saxta haraq, tunugundan yegan tayoq, xajligan pul, masxarlar uning miyasiga chiqdi. U Momayni chatga tortib, bir nimalarni devidi, Momay uning quliqiga pichirildi. Badbashirning chiroyini ishplas kulki qopladi. "Yeb ichib tuyishgan bo'lsang, mengishmamsan!" deb mehmonlarni surto'qa qilgan badbashira cho'ng darvozani mahkam taqdi. Lola bu chaqda atdigandan beri yig'lab ovozi bo'g'ilgan, lavlari chaqchaq yerilgan holatda unsiz yosh to'kib bir bulongda tugilib o'ltiradi. Momay buvayni chaqirdi-da, 3 yilisi qo'ldagi ishni qo'yib gamiga kirdi. Lola ularga sezgurlik bilan qarab turadi. Ular gamining ishikini ching etib, birli vaqtda Lolaga itildi. Lolaning yorishimliq koptisi yirtildi. Hayvon dada ana o'g'lining Lolaga bosqinchilik qilishiga yordamlashdi. Lolaning og'ziga yana heliqi sesiqlar kaplangan. Chochlari chuvilgan, ko'zining xuni o'shgan. Lavlari qonigan holatda ko'zini meynat deriziga. Uningdan g'uva ko'rinib turgan jiroqdagi oyiga, oyning ustidagi doq tiydi. Lola yuksak bir axloqning egisi bo'lgan qavmning qizi. Halbuki insoniyatdagi eng past maxluqlarning qo'ldizi xor qilindi. Ular chiqib ketgandan keyinmi Lola midirlamadi. U endi yig'lamadi.
yaşma qamagan bolsa kerak. Lala o'zini tigiyo qopqar bir hongga tushib ketayotgandek his qiladi. Badani yeniklab, ig'irlig'ini yo'qotayotgandek, bo'shliqda uchayotgandek qup-quruq bilinadi. U ko'ngilda "Endi ismingni qandoqmi og'zimga ola olayman? Sen bilan o'tgan kunlarimni eslashga yuzim chidamaydi. Meni unutib ketgan bo'lsang, bakmi yaxshi bo'ladi. Baxtli bo'l" deganlarni o'yladi. Shu peti tong suzilgicha yatdi. Tong suzilishga turib, o'ylig'i chiqdi. Mo'may uni qechib ketmasin deb timsiqlab yuradi. U Mo'mayga issiq suv berishni, o'zining yuyinib kiyim almashtiradiganligini aytdi. Mo'may uni yumshagan o'xshaydi deb deginni tayyor qildi. U gam uyda pokiz yuyinib, pokiz kiyimlarni kiydi. Ondan o'zi qibla degan tarafga yuzlandi. Ey olamning egisi Alloh. Men bir ojiz gunohkor qulingman. Bu kimga qadar sen bergan kunlarga noshukirlik qilgan bo'lsam, gunohlarimni mag'firat qilgin. Dadam, akam, hadam, singlimni men uchun omon qilgin. Sening oldingda o'tmaydigan gunohdan birsi sen bergan jonni o'z xohishi bo'yicha oyoqlashtirish ekan. Alloh, bu gunohimga do'zaxga loyiq bo'lsam, men rozi. 2 kundan beri tirik do'zaxni ko'rdim. U do'zaxda tursam, ruhim rohatlanib qolar. Ammo mau do'zaxda jinim baq qiynaldi. Lola ustalning ustidagi chinni o'rindiqqa kuchab birini urivdi, sundi. Lola sunuq pochilarning ichidagi eng o'tkir birini tanlab, la'natli karvatning bir burjugida o'ltirdi. Sol beg'ishiga asta so'rkishi bilan muzdek bir daqiqadan keyin issiq qon eqishga boshladi. Lola ko'zini yumib, opsi vafot bo'lgan kunni, tanaffusda maydonda o'ynayotgan o'yinlarni eslashga boshladi. U yana Dilshod bilan yurayotgan vaqtini, Dilshodning yiqimli yuzini, tatliq erkelishini, qilishgan va'dalarini esladi. Bara-bara tatliq bir uyqu bilan cheksiz bir yo'ruqlikqa kirib ketib qolgandek, yeniklab yonga shiqildi. Bahar Lolani shu peti o'libli kesib bo'ptikan deb qoldim. Biz balo qazolardan saqqa yeydigan rizqi bor ekan deymiz. Meningcha Lolaning tortadigan jafosi tugamabdi. Badbashir Xitoy Lolaning qonda yotganini bayqab, uni ko'tirgan peti yez davolash punktiga olib, xolimisimi pul xashlab qutqizib oldi. Ayni vaqtda Lolani sotquchi bu degan sirli g'arbiy yurtning parisi. O yurtda ayollar ishpardak xushbiroq, paxtadek, oq, mamuqdek yumshoq keladi. Chenlongmo to'qli ishparxonga eng omroq chikan to'q. Bu parini og'an odam kunda o'zini Chenlongdek his qiladi, deb og'zidan ko'pik chiqqichi maqtagan. Demisim Lola atrofidagi xanzularga o'xshamaydigan bir xil yiqimliq puraydi ekan. U turgan gamimi xushbiroq bo'lib qopti. Şunu umu başqa tonkaylarning bahosidan ko'p ortiq pul to'lagan edi. Endi Lola o'lib tatib qolsa, u pul quduq tushgandekla bo'ladi. Shunga qutqizib olish ham mahkam qaranchiqlik qilish kerak. Lola o'lmadi. Ammo uning berisini ko'rishga boshladi. Gamiga qaytibla buvay yerga bir qo'ziq yiqib, uningga uzun bir ishning zanjirini chitib, yana bir uchida Lolaning putini taqdi. Uyda eliq abjah karvatdan boshqa hechnim qoldirmadi. Lola mushu uyning doirasida putidagi zanjirini so'rab harakat qila oladi. Yo'q, Bahar. U butunlay boshqa bir Lolaga aylandi. Xomush. Çaşları paxbayğan, ko'zi xunuk, yüz ko'zini yuymaydi. Tamoq bersa, mum bilan sunla oladi. Bir nimalarni gumraydi,
zan silib ansang, ba'zilari Uyg'urcha she'r, ba'zilari Uyg'urcha bir g'azal. Tepib olgan ko'mir potisi bilan to'p-tomga bir xatlarni yozdi. Uydagilarning ismi, do'stlarining ismi, yerlarning ismi. Faqat birli ism yo'q. U bo'lsa-mu Dilshod. Lola Badbashirning mayliga ha deydigan bo'ldi. Bahar. Lolaga tanlash yo'q. Badbashirning har bir hayvonga tutsa, bir uylik qumurilib kirdi. Qeyri Xitoy buvayning shahvatli qarashlari, boshqalarga bilindirmay bir yerlarini tutib olishlari Lolaning jiniga patdi. U ikki xo'rliqni ko'tarolmaydi. Yoz oxirlashdi. Urumchining ko'zi bak go'zal bo'ladi. Ammo bu do'zaxning ko'zimi o'ziga o'xshashla ko'ngilsiz edi. Lola derizdan bu ko'ngilsizlikka nazar soladi. Urumchidagi ko'z bilan silishtiradi. Vaqt uning yuragini va qarshiligini yeb tugatib qutulishni o'ylaydi-yu, qanday qutulishni bilmaydi. Shundaq kunlarning birida yana bir ish uning dunyosini ostin-ustin qilaverdi. U homildor ekan. U bak asabiylashdi. Taxlaydi. Qo'sqi bilan tomlarga usatdi. Jadigan Mumay buni bayqab, uningga bo'lgan kuzatishni kuchaytirdi. Putidagi zanjirni tomning yeniga yetmas qilib qisqartirdi. Shu kundan boshlab Lola birli koblet naqshini aytadigan bo'ldi. Onam meni tuqqanda oq yo'gakka yo'ygan. Umri uzun bo'lsin deb baxti bo'lsin demagan. Bahar. Men mushukni yaxshi ko'raman. Mushukning 9 jini bormish. Ayol kishining 9-7-9 81 jini bormish. Lola yeyishni bo'lmay yashashga boshladi. U qechishni plan qildi. Buning uchun mavi itning zanjiridan qutulish kerak. U yolg'onlardan rayish bo'lishga boshladi. Momayga o'zining cho'shqi go'shti yemaydiganligini bildirdi. Amaliyotda bu namrat uyda chog'andla biravoq go'sh, bo'lmasa umash, baranga, ancha-muncha boshqa ko'ktatlarni yeydi. Ondan o'zining qochquchisini ayrim qildi. U gamining ichini supurib, serib tozaladi. Badbashira buningdan baxo'sh bo'ldi. U Lolani taqdirga bo'ysundi deb o'yladi. Lola beka bo'lsam ichim pushidi ekan. Ishlarga qarishay deb o'ylig'icha chiqalaydigan bo'ldi. Ammo bu hammasining yuksak sezgirlik ostida bo'ladi. Shundami bir oilalik Lolaning ko'nginiga ishonishga boshladi. Bir kuni u Mumay bilan daryo bo'yiga kir yo'g'ili chiqdi. Bularda kir yuydigan sopun deydigan narsa yo'q ekan. Kiyimni suvg'ilab, ilib, bir to'qmoq bilan hog'icha urdi ekan. Lola mushundoq urush bilan kiyimning qandoq pokiz bo'ldig'iniga ahli faqat yetmadi. Bu daryo yezgi birdan bir suv manbasi bo'lib, ichadigan suvmi mushuningdan ilinadi. Bir yoqda eshak, lolmi itlar suv ichadi. Sal yuqorida balla yalang'och suvga cho'miladi. Lolaning daryo bo'yida paydo bo'lishi bilan butun yezdagi kir yo'g'ili chiqqan xotinlar uni o'rib oldi. Ular hayvonotlar bog'chasiga kirgan odamlardek, yo'q, xato debdiman. Odamni tunji ko'ygan hayvonlardek Lolaga qaraydi. Choshlarini, yuzlarini tutib silab baqadi. Bir-birsiga pichirlashadi. Lola bak chiroyli degdek emas. Ammo bu taxtayga yettushk ichibla yasab qo'ygandek yuzlari bor odamlar orasida u pari edi. Uning go'zalligi hammani hayron qoldirgan bo'lsa kerak. Jadigan Mumay boshqachalar mamnun bo'lib kerilib ketdi. Bo'libmi navrisining cho'qim bak chiroyli tug'ilganligini anglab beshi arishga yetdi. Tunji qor tushgan kun edi. Bir uylik qishliq yiqilg'uning tayyorligini qilib atadi. Lolaning qo'rsqi azroq bilinishga boshlagan edi. U to'lib, bag'ancha chiroyli bo'lib ketib boradi.
Həmmeylan işning halakchiligida Lolani esidan chiqardi. Lola him itilmagan derazadan asta sug'urilib chiqdi-da, ko'rib olgani bo'yicha tog'ning o'qididagi tosh yo'lga yugurdi. Eg'ir bo'y Lolaga yugurish oson to'xtamadi. Ammo u qechibdi ketalasa, bu do'zaxdan qutuldig'ini o'ylab, butun kuchi bilan yuguraydi. Badbashira Lolaning yo'qolib ketganini tuyib, ko'chaga chiqib vaqirashga boshladi. Uylardan ərlə çıxıb Laləni qoğlaşqa başladı. Bahar. Setevilib kelgan qızlarning qechib ketish hadisasi bu yezda doimliq ish. Şun ularda yüksek bir o'rtaqlik bor. Kimning uyidan kelin qochsa, yez bo'yicha qo'g'lab tutib keladi. Lala necha yiqilib yana turib yuguraydi. Oxiri tosh yo'lga chiqdi. Birə maşının qarısı görünəy deməydi. O toxtumay yugurdi. Qar çoğlaşqa başladı. Bir çağda bir yük maşinisi göründü. Lala qollarını pulanlatıp onu toxtatdı. Amma şoför degan neciz Lalaga pulun bolsa chiqsan deb turib oldi. Angacha badbashir odam boshlab yetishib oldi. Şoför yezliqlardan qo'rqib, mayni beribla qechib ketdi. Badbashira Lalaning chechidan qamallab tutib uyiga akirib oldi-da, uni toza dumbaladi. Lala faqat qarshilik ko'rsatmadi. Uningchi bo'lsa, urib o'ltirversa, hech bo'lmasa balni urib tushirversa, bak yaxshi bo'ladi. Ammo balning jinimi chinkan hech nima bo'lmadi. 2 kundan keyin Lala balning medirlig'ini sezdi. Lala balning medirilishi bilan ovozini qo'yib etib, bak yig'ladi. U qo'rsqoq mushlaydi, chashlarini julatdi, butun badani tayoqdan ko'kirib, medirlisi og'irib turadi. Uningga bu tiriklik bak qiyin to'xtavatadi. Bahar. Men Lalani qiz tug'armikin deb qiyos qildim. Konla qiz opsini yasaydi deydi ekan. Lala bag'an seri chiroyli bo'lib ketyapti. Badbashira uning chiroyiga oshiq bo'lib, yenidan jiroq qilmay qaraydi. Lala bo'lsa badbashirga qarg'ili faqat unimadi. Amildar vaqtida chiroyli narsalarga qarsa, bola chiroyli bo'larmish. Bu do'zaxda na chiroyli bir narsa bo'lsin. Bahar. Lala ko'z oldini topolmay qalbini aqtiradi. Halbuki bu bir necha oy tatgan azob oqibati qalbidagi butun go'zallikni o'ltirib bo'pti. Bahar. Ayollar hamildar vaqtida go'zal tatlı xiyollarni qiladi. Balning sog'-salomat 5 a'zosi mukammal tug'ilishini, balning chiroyini xiyolan qiyos qilib, nalari o'ziga, nalari dadisiga o'xshasa deb arzu qiladi. Bu hissiyot Lalaga yotdi. U hech nimani arzu qilmaydi. Eng yomoni, u yegiz kelgan hech nimani yeyolmadi. Itib beradigan odammi yo'q. O'zi itay desimi bu yerda hech nima yo'q. U jiroqda qolgan yurtidagi to'qchilikni sevindi. Uydagilari qandaqroq turib-atqandi? O'zini izdiganmidi? Lala bu yerning naligini uqmaydi. Qanchinchi oy kunga nimaligini bilmay yashayotdi. Odamning jinning elastikiligi ashundoq kuchlikkan. So'zlibmi, ezilibmi yashayveradigan gapkan. Qish davomlashyapti. Chog'on keldi. Bu Namrat yezda chog'onda ozroq hayotiy kuch paydo bo'lib qoldi ekan. Ammo Lola bularni his qilgudek emas edi. Kunlar o'tib bahorning shapisi keldi. Bahor. Sen bekmi go'zal eding. Ammo Lola sening go'zalligingni his qila olmadi. Yoz keldi. Tumuz issiq, qurg'oq, to'p pirqirab turgan bearamchilik. Shundoq kunlarning birida Lolaning ko'zi yordi. Tug'ut bir o'lib, bir tirilish. Lolaga bu hassilandi. Nachar sharoit, tug'ut onasi deb ayol kishiga hech yeri o'xshamaydigan bir xotinni boshlab kirdi. Lola to'lg'oqdan qiynaldi. Xudoyimdan o'ziga osonlik tilaydi. Sular qaynatilib, qaycha o't tozlandi. Shu tariqadan Lola necha o'lib, necha tirilib, "Apa" deb bir vaqirab, bir qizni
bu dunyoga ekeldi. Buvaqning qiz ishkanligini bilgan Badbashirning uydagilari xushal bo'lolmadi. Ammo tug'ut onasi kelar qitim o'g'il tug'di deb diagnoz qo'ydi. Lola holsiz yotadi. Azroq kuchi bo'lgan bo'lsa, kelar qitim degan gapni degan og'ziga birni tepib, botishning hammani tushirib etishga rozi edi. Lola buvaqqa qarabmi qo'ymadi. Onalar yangi tug'ilgan buvaqni ko'rishga oldiraydi. Lola uchun buvaqning qandoq bo'lishi baribir. Buvaq qo'rsqi ichib qiyqirib yig'laydi. Mo'may Lolani buvaqni emisson deb tanlab turadi. Badbashira bir tarafdan yolvuratdi. Lola ularga dumbisini qilib, tomdiki o'z yozgan ismlarni unsiz o'qiydi. Ola hazal 10 minutdan keyin buvaq yig'lab ko'kirib ketdi. Mo'may Lolani tortishtiradi. Lola jonjakli bilan buvaqni tortib ilib ko'krigiga bosdi. Bahar. Buvaq shippida to'xtadi. Ona bilan bolaning munosabati bola ona tinida oprida bo'lgan kunda boshlandi. Buvaq ko'z ko'rmasimi onasini tanidi. Lola amalsiz uni emitishga boshladi. Ona suti onaning qinidan paydo bo'larmish. Buvaq butun kuchi bilan onasini sho'raydi. Lola oxiri yuzini buvaqqa burab, ko'zini buvaqning yuziga tikdi. Afsus. Lolaning ansirgini bo'pti. Buvaq Badbashirga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Lola ig'ir bir uf tortib, yuzini yana tom tarafga burib oldi. Buvaq onasining ahvolidan xabari yo'q, qo'saq to'yg'izish bilan ovar edi. Ozuqlik yetishmaslik sababidan Lolaning chechi tutamlab tushishga boshladi. Bir kun u qaychi bilan chechini quloq tuvidan kesib etdi. Bahar. Hozir Lolani kaynidan qarsang, mush yezdagi Xitoy xotinlardan farq qilolmaysan. U jutidi. Qanshar burni teg'imi inchiklab, terisini kesib chiqadigan bo'lib qoldi. Ko'zlari o'ltirishdi. Terisi qurg'oqlashib, tamratga o'rladi. Haliqi go'zal Lola g'oyib bo'ldi. Lolaning baliga bag'on seri mehr tushishga boshladi. U qiziga Uyg'urcha Dilnor deb ism qo'ydi. U qiziga Uyg'urcha gap qiladi. Bu jarayonda u Badbashirning uydagilarga yilinib yurib, tug'ut cheklash operatsiyasi ishlatdi. U yana 2 qitim qochdi. Bir qitim yerim kechida, bir qitim chinqi tushdi. Bir qitimda tex kent bozorlarigacha qocha olgan edi. Ammo 2 qitimda tutilib qattiq dumbalandi. Bir tal qovurg'isi so'ndi, beshi yerildi. Bu uning qechib ketish irodasini teg'imi chingitdi. Qizi 1 yoshdan oshganda bir kuni qattiq qizib ketdi. Bola yutilib, ichi surib qiynaldi. Bu bir uylik Lolani uyiga sulab qo'yib, bolani kent doktorxonasiga aketdi. Doktor bolani balnisiga oldi va opisini akilishni buyurdi. Chunki bola texi emiyotdi. Lola 2 qaranchuqning hamrohligida doktorxonaga kelib, qizning beshida paypetak bo'ldi. Bir oqshimi Mo'may bilan Badbashira charchab qattiq uyquga ketdi. Lola hojatxonaga chiqqanda doktor ishxonasidagi ustalning ustidagi telefonga ko'z tushdi. U yurak qattiq seg'ingan holda u trubkani asta qo'liga oldi. Telefon uloqliq ekan. U Urumchining rayon nomerini va aksi ishlaydigan soqchixonaning nomerini bosdi. U quliqiga ishonmay qoldi. Telefon ulandi. U darhol o'zining ismini, aksining ismini, o'zining oldab setilib, hozir nada ishganligini aytib, qutqizish talab qilib telefonni qo'yibdi. U nachiqichish jarayonida o'zining nadaligini bilib olgan edi. U asta qizning yiniga kirib uxlayotgan qiziga qarab yosh to'kdi. Bu uning 2 yildan buyangi tunji xo'shallik yeshi edi. Hafta o'tdi. Bir atganligi bir soqchi mashinasining boshlashida 2 mashina darvoza oldida to'xtadi. Mashinadan Lolaning oksi bilan qomlashgan egiz bo'yli qaraqosh soqolliq 2 Uyg'ur bola tushib, darvozani ishtiribli qo'rg'iga kirdi. Akining ko'zi bola ko'tarib gamidan chiqqan Lolaga tushdi. U Lolaga itilib berib, uni bag'riga bosdi.
Canım ufkam, meni kechirgin. Biz seni izlab topolmaydik. Bo'ldi aka, demigin. Kelginingdan roziman. Badbashirning uydikilari Lolani pul to'lab og'alqini. 2 yildan beri baqqanni pesh qilib, uni ketkizmayotdi. Yezdikilarmo qo'rug'i yig'ilishga boshladi. Yezliq hukumatkilar o'zining yezliqlariga yon bosatdi. Bu haq soqchidanmi qo'rqmaydi. Ammo beliga uzun pichoq osgan 3 Uyg'ur erkakning ko'zlaridan chaqnab turgan g'azab ushqini ching tugilgan mushtimi qop-qora choch soqollari yilidan yilga tutib qo'yayotgan pichoqqa qarab 1000 yuan pul bersa Lolani qo'yib berdiganligini aytdi. Aka pulni berdi. Lola qizdan boshqa hech nimani olmadi. Keynigimi qaramadi. U akasining yo'lishida mashinaga chiqdi-da, bu do'zaxni keyniga qoldirib yurtqa qarab yurib ketdi. Mana bahar. Lola oxiri bu do'zaxdan qutulib chiqdi. Endi Lola qizi Dilnar bilan shundan keyin baxtli turmush kechirishni boshladi deb oxirlashtirishimni xohlaydigansizlar. Men shunday o'ylabdiman. Hayotning oldida naqadar go'dak biz. Kemmigan talayda hech kimning onasining haqqi bo'lmagandek Lolaning yo'q ekan. Bu qandoq hayajonliq daqiqalar, ha? Dadasi, ochisi, singlisi qatorliq tuqqanlar bilan ko'rishib, qong'udek yig'lashib, seg'ingan tomoqlarni yeb, qong'udek uxlab. Meningmi havasim kelyapti. Lola zodi uydagilarga bu 2 yildan ortiq turmush to'g'riliq nimalarni dedi, nimalarni demidi, belgili bo'lmaydi. Lola qaytib kelgandan keyin hech kimga bu vaqtda chirib bir nima demadi. Lola u do'zaxda tatgan jafolarni qalbiga solab, oshqishni peqirtib itaverdi. Do'stlar keldi, urug' tuqqanlar keldi, qo'shinlar keldi. U xushalligini aytdi, xopaligini yo'shirdi. Hammeylan uning qaytib kelganiga xo'shal bo'lsa-mu, uning quchog'idagi qizi Dilnarni damalliqqa qabul qila olmadi. 2 yil yo'qab ketib bir balni ko'tarib kelsa, u baltaqi bayni Xitoyga o'xshasa. Shundaq kunlarning birida singlisi sirtdan kirib, "Acha, seni bir sirti chaqirdi", dedi. Lola bolasini dadasiga qartib qo'yib sirtga chiqdi. Do'qmushda Dilshod turadi. Dilshod burunqidan sal at elib, kelishgan bir yigit bo'lib ketibdi. Lolani ko'rib, Dilshodning ko'zlari chaqnab ketdi. Lola nima qilishni bilmay turadi. Dilshod uning yoniga kelib, "Assalom Lola, seni og'ir tepibdi", dedi. Lola to'van ovozda ko'zlarini qochirib turib, "Salom Dilshod", deyaladi. Dilshodning uni bag'riga bosqisi, hech bo'lmasa qo'lni bo'lsa-mu tutqisi keldi. Ammo Lola bir xil so'g'uq bilinadi. Dilshod Lolani tortinyotdi deb o'ylab, atis kech ko'rishni so'radi. Lola uzoq o'ylashib, ma'qul bo'ldi. Atisi Lola deyishgan vaqtga ulgurib sirtga chiqdi. Yolg'iz emas, Dilnarni elib. Dilshod sal g'ayrlik his qildi-yu, yana chandurmay ko'rishdi. Ular chiroyli restorandan birisiga kirib, xoli yerda udul o'ltirdi. Dilnar opisining yonida jimjit o'ltiradi. Bu qiz shunchalik yuvosh ediki, kichik bola desa ishonmagdek edi. Buyrutilgan tomoqlar chiqib yelgicha gap boshlanmadi. Lola choydan o'tlib etib so'zni boshladi. Dilshod, biz bo'libmi men kichik bola emas. Bani uchiq demsam bo'lmaydi. Ko'zlaringga qarab hammani bilyapman. Ammo seni qanchalik yaxshi ko'rishimdan qat'iy nazar, o'zimni debla sening baxtingga o'ltirsam bo'lmaydi. Bu mening qizim. 2 yildan ortiq o'tgan qora kunlarimning yaldamisi. U kunlarni qor tuman besib ketdi. Nima ishlar bo'lganini aslayolmas bo'lib qoldim. Lekin mushu balga qarsamla yuragim og'riydi. Meni hali ham yaxshi ko'rishing mumkin. Bu qiyosim. Biroq bu bola bilan biz baxtli bo'lolmaymiz. U kunlarim xuddi beliqning qiltirig'ini yutib o'tgandek his qilsan-u.
necha kundan keyin yana bordek bilinadi. Ondan jidal majra. Biz bir-birimizni yaxshi ko'rgashga deyishgan gaplarmi ko'nglimizni eng og'irtadi. Kunlar o'tib, bo'ldilar deymiz, ayrilamiz. Kechir Dilshod. Mening qilni ko'tagidek holim yo'q. Men sendan rozi, baxtli bo'l. Lola bularni degash yeshini to'xtatolmadi. Dilshod undamay anglab tugatdi. Endi meninkini angla Lola. Bu bala sening savalliking emas. Asli mening akangning, dadangning savalligi. Seni qo'g'diy olmadik. Sen yo'q kunlarni qandoq o'tkazgunimni bir Alloh, bir o'zim bilaman. Seni dexe boshda birisini yaxshi ko'rib, shuning bilan ketgan o'xshaydi debdiman. Shuning azroq vaqt ba, oralashib boqayli. Bo'lmaganda maylingga qo'yay. Bulamdi. Lola uning ko'zidan muhabbat va samimiyatdan boshqa hech nima topolmaydi. Dilshod uning sukutini xohlaganligi deb qiyos qildi. Bahar. Barliq baxtliklarning hikoyasi o'xshash. Ular shirin muhabbatlashdi. Kechikib bo'lsa-mu qushqon visolni qadrladi. Dilshodning opasi ko'lichini appamayman deb uningdan yomonni ap berishga majbur bo'ldi. Shun ko'nla ulug' so'zlamaslik kerak dermish. Barmayman degan tugmanga 7 qitim bordigan gapgan. Go'zal to'y pasli kuzning bir kuni ularning to'yi bo'ldi. Lolaning heliqi do'zaxdagi to'yi esiga kelib bak yig'ladi. Barliq yeng muhabbatlashganlar yoki yeng to'y qilganlardek tatli turmushi Lolani mas qiladi. Ko'z oldidagi Dilshodni dodi qilib qanmaydigan dinlarga tush ko'rayotgandek qaraydi. Ba'zi kechalari uni qor besib uyg'onatdi. Heliqi Xitoylarni tushib yig'lab uyg'onatdi. Bundaq chaqlarda Dilshod uni bag'riga besib, u kunlarning takrorlanmaydiganligini aytib va'da beradi. Lolamo bu kichikina baxtni noyat qadrlab, yaxshi ayol bo'lishga tirishadi. Angacha u oliy texnikumda o'qib, bir bankaga xizmatga tushib oldi. Dilshod takrorlik qiladi. Ularning turmushi guldek o'tishga boshladi. Bularning hammasiga yana bir inson, ya'ni Qaysar jiroqdan diqqatli bo'ladi. U o'qish bitirib hukumatda ishlagan. Hozir xizmat bilan Qashqarga tushgan edi. Lola Dilshoddan yana bir qiz farzand ko'rdi. Baxtli nikoh, kuyimchan bir juft qiz, ko'ngli xizmat. Halbuki bahar turmushning ammo degan yeriga keldik. Lolaning dadasi vafot bo'lishning oldida miroslarni bo'lib berib etgan. Ularning qo'l uylikida ba oila bo'lg'ashqa bolalarga bir joydan miros tekkan edi. Shu qatorda Lolaning otasiga 3 turpandagi qo'ri joyini bergan edi. Otasining beshiga azroq qiyinchilik kunlar kelib, u joyni sotmoqchi bo'lganda Lola ota-onadan qolgan joy yotqib ketmasin deb degan pulni berib, u yerni elib qolgan. Yillar o'tib, otasi bu asli mening mirosim, men qaytirib ber deb turib oldi. Bu nega bos oqmaydigan gap. Shundimi Lola qarindoshligini yuzini qilib, pul lozim bo'lsa berib turdiganini. Ammo bu joyni ayni vaqtda o'z ixtiyorligi bilan sotqinni tushuntirdi. Otasi bu gapga kirmasdi yo'q. Bu adovatni ko'ngliga pukib, Lolaning eng ajallik yeriga pichoq urmoqchi bo'ldi. Qizlari kundan kunga cho'ng bo'lib atadi. Lola dinlarga dadasining bularni tashlab ketganligini deb yolg'on aytdi. Dinlarmo dadasining oldiga kelib, dinlarmo dadasining oldiga kichik kirgach, mushu dadam deb o'ylab cho'ng bo'layverdi. Meditsina taraqqiy qilib, dinlarni Lola chonmig'idek yosavatdi. U mo balog'atga yetib, o'g'illarni jalb qilishga boshladi. Turmush mushundoq ketaversa bo'ladi. Ammo Dilshodda g'ayrlik ko'rilishga boshladi. Dilshod bir narsani yo'shirayotgandek qiladi. Turib yo'qab ketadi. Ba'zida sababsizla og'rib qoladi, yana o'ngshiladi. Sal judashga boshladi. Ko'zlari o'ltirishib qoldi. Ishtaysiz. Ish xushaqmas bo'lib qoldi. Lola Dilshodni birar yomon kasal bo'lib qoldimi nima deb ansirab yurgan kunlarning birida Kash 10-11lar bir telefon topshirib oldi.
saqchixondan Dilshodni elib ketishini so'rab uribdi. Jixlib pulni elib kelishga buyurdi. Lola o'ng-so'li yo'q saqchixonaga borganda Dilshod yerda zo'ngzuyib o'ltiradi. Etiyen qatirib kiyib chiqib ketgan kiyimlari bulg'angan. O'ng qo'li beg'ishidan ko'z bilan parning turbisiga sulangan. Yanada o'xshash sulab qo'yilgan 30 yoshlar atrofidagi bir cho'kan. Chiroyli degili bo'lmaydi, ammo nozliq bir ayol edi. Lola qarabla tushandi. U nomusni yutib, saqchining yiniga berib pulni to'lab, odamni elib ketishga qo'l qo'yishga kirsa, saqchi bola shundoq dedi. "Ada, yo'ldoshingiz chekidi ekan." Lola hayron qilib, "Nimani chekidi ekan, fukam? Tamokini hammasi chekidi-ku?" dedi saqchi. "Yo'q, ada. Tamok chekkanga tutqul tursak, jon to'shamdi. Oq chekidi ekan, xiroyin. Mana ma xotin bilan oq ilayotgan yerda qo'liga tushdi." Lola tilni tishlab og'ildi, tas qoldi. Yosh bolalarni anglagan. Bu ingak taqashgan bolasi bor odamga nima yuz berdi? Lola oldida mangdi. Dilshod salpiyib kaynidan agishib uyga kirdi. Qizlari yotoq uyda uxlayotdi. Ularmi yotoq uyga kirib, ishini taqab so'zlashishga boshladi. "Meni so'rg'ilsam, Dilshod, rostini ayt", dedi Lola. Dilshod beshini sangiltib o'ltirib gapni boshladi. Dilshod ota-onasining kelishgan chiroyini ersiya tag'an. Bo'yi egiz, o'ruqmi emas, semizmi emas, aldirashmi emas, xizmati bor. O'zining oilasining, Lolaning oilasining iqtisodi yaxshi. Iqtisod g'imi yo'q. Farzandlari qiz bola bo'lg'ashqa onasiga yaqin. Lola uyini guldek tutadi. Demak, Dilshod g'amsiz. G'amsiz odam g'am izlashga boshlaydi bahor. Bir do'stining chaqirgan so'rniga kechikib kelgan Dilshod 30 yoshlar o'pchursidagi nozliq bir cho'kandan yiniq boshlandi. Og'inisi saqiyli qilib birinchi rumkini o'zi qo'ydi. U so'z qilib, hafta oxiri bo'lg'ashqa harduq chiqarg'icha ancha-muncha nag'm-navo qilishib o'ltirishini aytib, aroqni ko'tiribdi. Beliq ko'zi qilib qo'yilgan rumka 2 rat aylangandan keyin erlarmi salobitini sal tushirib sho'xlashdi. Qizlarmi yo'g'on rumkada ishgan qizlaroqning ta'sirida nozlashib ketdi. Dilshodning yinidagi cho'kanning ismi Gulzar ekan. So'da qilamish. Dilshod Gulzarni tansiga tortdi. Romantik muzika, yiqimliq attir, nozik bel, yumshoq qo'l. Gulzarning og'zini ushlab, "Dilshodga, tansiga ustgansiz-a?" "Dilshod aka, ustiqningiz chiroyli, kostyum yarishidi ekan." Dilshod aka oq, Dilshod aka ko'k deyishlar bilan Dilshod haroqdinmi, ya bu ovozdinmi? Ishqilib, kulimsirgan yuzlarining piyi tortishib qolay dedi. O'rindiqda o'ltiribla telefon nomerini almashtirishdi. Gulzar ishgan seri ichilib nasinlatdi. Bir chaqda ehtiyotsizlikdan choyni Dilshodning Lola dazmol sab kaydirib qo'ygan ko'ynigining maydisiga to'kibdi. "Ey Dilshod aka, qarang'a falokatligimni qandoq qilamiz endi? Bo'lmasa menikiga berib shu yadilna yuvib dazmol sab beray. Kechiringchi-mu?" deb Dilshodning ko'zining ichiga tikilib turib olgan Gulzarga qarab, Dilshod "Ha" deb tükürgünü yutadi. "Sizga afsus bo'lmamda?" "Yo'q, faqat afsus emas, aksicha baq qolaylik bo'ladi." Bahor. Shunda qilib Dilshod Gulzar bilan qolaylashib qoldi. Lola o'zini bakmo tutib olib Dilshodning so'zini anglab tugatdi. Dilshodning hikoyasi bak yengillikmi emas bir ish edi. Gulzar qalaymaqan odamlar bilan orlashib, ancha-muncha nasha degandek narsalarni iste'mol qiladi ekan. Keyin mas bo'lg'uchi dorilarni tetib beqibdi. Ondan xiroinni chekishni o'rganibdi. Ammo bak qattiq xumar emas ekan. Dilshod boshda qarshi turgan bo'lsa-mu, bir qitim tamokiga aralashtirib atganini chekib qilib, pat-pat sig'indigan bo'lib qaptimish.
o'zining aytishicha xumori qattiq emas ekan. Bugun Gulzar bilan Bo'loq og'ili borganda tutilib qopti. Ammo tirissila tashlab etarmish. Zaharlik chekimlik odamning xarakterini o'zgartib etadi. Ular endi normal hissiyot, adab, axloq qarshi bor odam bo'lolmaydi. Lola buni bilmadi. U Dilshodga ishondi. Mush minutdan boshlab Dilshod u nijizni tashlaydigan bo'ldi. Ammo bir hafta tashilsa, yana bir haftasi chekib oladi. Ondan yukinib o'zini shapaloqlab, yig'lab va'dalarni beradi. Mush jarayon takrorlanib, yana uzun vaqtlar o'tib ketdi. Gulzar bilan mu tashlashmadi. Uydagi pul ba'zi-ba'zida yo'qab ketadi. Lola necha qitim pul xashlab saqchilardan elib chiqdi. Lolaning yangi andishisi bor. U bo'lsa-mu Dilnorning to'y ishi. Dilnor oliy maktabni bitirib xizmatga chiqdi. Oliy maktabda yurgan yigiti bilan to'y qilishga putishib, uydagilarni ko'rishib bo'ldi. Lola Dilnorning kelib chiqishidan ansirab, Dilshod tuzugrek vaqtida mushu dadasi deb o'tirg'i chiqirib, to'yni qilib olg'isi bor edi. Lola hozir Dilshoddan umidini uzdi. U xayr-saxovat ishlarini berilib qilyotdi. Nadi yordam bo'lsa, shu yerda paydo bo'ladi. To'y-to'kun nazir chiroq hech nimadan qolmaydi. Uydan topolmagan xo'shalligini el orasidan topmoqchi bo'ladi. Cho'ngchay mushanba degan payshanba kuni Dilnorning yigitining opasi telefon qilib, bu to'yni qilolmaydiganligini, o'g'liga dadasi xonalik qariqday qizni ilib berolmaydiganligini, Lolaning mushundaq ishni yushirib, qorniyatlik qilganligini dedi. Lola qo'lida yonfun, beqini bir og'riq bilan kresloda o'ltirib qoldi. Qizlari yig'izar bilan doktorxonaga bordi. Bahar. Lola turmushning andisida polch tungan buvayning yiniga bordi. U buvay shu zamonlar dangliq bo'lib, butun qiz cho'kalarning isitqu, sovutqularning amalini qiladi. Lola qizning kelgusini ansirab, Dilshodning mushunchalik vaqtida billa turib, Dilnorning to'yini qilib olish mumkinchiligi bor yo'qligini so'radi. Buvay Lolaga uzun qarab turib, "Acaba o'zingning bu to'yda bo'lmasligingdan faqat andish qilmamsan?" dedi. Butun Asiyada Dilshoddagi Lola bu gapga zan solmadi. Keyin ma'lum bo'lishicha, Lolaning otisi haliqi joyni qaytirib olamagan adovatini Dilnorning to'yini buzib chiqadi. Yo'g'on tovoq qilib qudlarning uyiga berib, Lolaning o'tmishini yeb, poqisiga qinib, yenib chiqdi. Lola tekshirishlarni qilib, yenib keldi. Natijasini anglag'li o'z yolg'iz bordi. Doktor ko'z oldidagi 46 yoshlik, chidamliq, ammo hasratli ko'rinadigan bu ayolga bir qarab, ustaldagi kasallik arxiviga bir qarab so'zni boshladi. Diagnoz aniq, yaxshi emas. Amaliyotda bek nachar. Jigar raki 2-bosqich. Keynidagi gaplar Lolaning qo'lqiga kirmadi. Qandoq davolasa Lola uchun baribir. U davolatmaslikni tanladi. Bahar. Lola bek charchidi. Burunqi hayot qari bosgandek. Dilshod to'y qilgandan keyin uning ko'nglini oyab, uydagilarning ko'nglini oyab, qizni sog'-salomat yotliq qilib olsam degan orzusi yaqin orada ro'yobga chiqmaydiganligini bilib, dam ilishni qaror qildi. Burunqi hayot qari bosgandek. Dilshodga to'y qilgandan keyin uning ko'nglini oyab, uydagilarning ko'nglini oyab, qizni sog'-salomat yotliq qilib olsam degan orzusi yaqin orada ro'yobga chiqmaydiganligini bilib, dam ilishni qaror qildi. Ba'zida inson o'limni xolab qoladi ekan. Bahar. Lolaning hayoti og'irlashay dedi. Kesal sababidan tatgan jafolarni demay bo'ldi. O'ruqlab bir ter, bir ustixon bo'lib qolgan Lola hech nima yeyolmaydi. Savoqdoshlar uning uchun yig'ilib, toq chiqib, savoqdoshlar o'ltirish qildi. Bu kuni Dilshod yo'q. Qaysar bor edi. Qaysar oxir g'ayratga kelib, o'zining mushillardan beri Lolaga bo'lgan sevgisini oshkorladi. Lola ko'zlarida
yosh achchiq kuladi. Qiziqchimu sen, debla gapni tugatdi. Lola qiz savoqdoshlar bilan o't cho'pning ustida o'ltirib paranglashqach, cho'pdan bir tutam julib edi, qo'liga bir to'rt quloq chiqdi. To'rt quloq dunyoning hamma yerda omadning simvoli. Qizlar churqirishib Lolani tabrikladi. Lola: "Shuning qaraganda keslim omatim o'xshaydi", dedi. Yilli kulishayotgan qizlar yig'lashga boshladi. Lola vaqtni ching tutib uydagi mol-mulkni ikki qizning nomiga o'tkazdi. Vasiyatnomani tayyorladi. Barliq ilm berimlarni tugatdi. Bahor. U kuni Lolaning 47 yoshlik tug'ilgan kunining harpisi edi. Dilshod bu kunlarda itining tizginini sal tortib, Lolaga 24 soat hamroh bo'lib o'tadi. Qizlari navbat bilan keladi. Gugum payti. Shafaq nuri yotoqning derisidan tamg'a qizil sho'la tashlagan. Yozning oyiqi bo'lib qolg'ashqa havo orom baxsh edi. Dilshod qizlar Lolaning karotining atrofida o'ltirib, ati tug'ilgan kunni qanday xotirlashni maslahatlashib. Dilshod Lolaga sap soldi. Bu kunlardan Lola bag'on siri go'zal bo'lib ketib boradi. Bugun taqa alayda suzilib, terilari, tomirlari ko'ringidek nipizlashibdi. Kirpiklari burunqidek quyuq bo'lmasmi, tal turadi. Lavlari tatargan hol rangda. Burullari qirliq, chichi yana jiq, keyniga tuguklik. Karvat bishlar yo'lab tikilgan yastuqqa yulinib qizlarga qaraydi. Bir chog'da Lola charchig'ini aytib yotmoqchi bo'ldi. Dilshod uning yetivilishiga yordam qildi. Lola uyqusi kelganligini aytdi. Dilshod zavol vaqtida uxlasa yomon bo'ladi deb uningga uxlamaslikni dedi. Ammo Lola: "Dilshod, shundoq bir tatliq uyqu besib ketyotdi. Uxlaveraychi", deb ko'zini shummoqchi bo'ldi. Dilshod bir yomonlikni sezgandek bo'lib, "Lola g'ayrat qil, at 47 yoshga kirsan", dedi. Lola ko'zlari yumuq bit kulimsirab: "Aranma? Necha asr yashagandek charchab ketdim." Dilshod: "Qizlarga yaxshi qara. Men ko'rganni ko'rmisin. Men birdam uxlab olay", debla besh qiyisaydi. Qizlar doktorlarni chaqirishdi. Doktor o'lim vaqtini e'lon qilib etdi. Yotoqni yig'zor qopladi. Shundoq bahor. Lola 47 yoshning bu so'g'isidan otlay olmadi.